Assalomu alaykum. Qani, yaxshi yetib keldingizmi? Alaykum assalom, yaxshi. Isrofil va Robiya ekan ismingiz. 62 yosh. Tojikiston Respublikasi, Panjikent shahri, to'g'ri aytyapmanmi? Qaysi qishloq? So'jana qishloq. So'jana qishloqsiz. Tak. L5, L4 L5'da va L5 S1'da 0,6-0,7 santimetr grija bor ekan. Arqa grija. Bundan tashqari teparoqda L3, L4 segmentida protruziyasi bor ekan. Tak. Tuzlar bor. Gemangioma bor ekan L1'da, позвоночникda, L1'da tepada 8 mm diametrda ekan. Qani endi bezovtagarchilik haqida. Nima bezovta qilyapti? Shu oyog'imni sudarolmay qoldim-da, o'zini qo'yarvermayapti-da mana shu oyoq. Qattiqroq gapiring, eshitolmay qoldim. Oyog'im o'ziga itoat qilolmayapti-da, Oyoq qaytmaydi. yurmay qolyaptimi? Ha, bek qaytmaydi-da. Sezmay qolyapsizmi yurganingizda oyoqni? Yo'q, sezaman. Avvalgida yurolmayman-da. O'rningizdan turib, mana bu yoqqa qarab turib, bir o'tirib ko'rsatingchi. Qani? O'tirib turaman. O'tirib tura olasizmi? O'tiring. O'tirib Bo'lib turing endi. bu oyoq kuch bermaydi-da. Xo'p, endi engashib ko'rsating. Oyoqni uchigacha engashingchi, qayergacha boradi qo'l? Boryapti-ku. Boradi. Mana bu qaytmaydi-da bu yoqqa. Bundoq. Bu yoqqa bundoq qaytmaydi. Bo'ldi, o'tiring. Tushunarli. Qancha vaqtdan beri? 2 oy bo'ldi. 2 oydan oydin. Umuman hech narsa bilmasdingiz? Yo'q. Birdanga bo'ldi-da. Buyragimdan dedim. Buyragim og'ridi-da sal-sal. Keyin buyrakka bordim doktorga. Ular MRT dedi-da, buyraging yaxshi dedi. Bu yaxshigina chiqib turibdi. 6-7 mm bu katta. Keyin MRT qilib, bunaqa chiqdi. Oyog'imda faqat. Mana bundoq qaytmaydi. O beldan keladi u oyoq deganingiz. Ha. Belda qisib qolgan bo'lsa, oyoqda hammasiga beradi. Mana. Mana qisib qolgan joy. Mana normalniy joy turibdi, mana chiqib turibdi joy. Sizda mana shu 7 mm chiqqan joydan bu yoqqa qarab. Mana bu tomirni ezib qo'ygan. Mana bu uzun tomirni. Ezgandan keyin qarang og'riq qanday keladi. Mana. Ko'rdingizmi? Oyoqning uchigacha boradi og'riq. Urishadi-da. Bu narsa mana bunday. O'zi oyday turish kerak, mana bu yer ochiq turish kerak, mana ochiq. Mana bunday chiqib qolganda mana joyi gazak bo'lib ketgan. Qizargan joyi. Kalla shishib qolganini ko'ryapsizmi? Endi buni cho'zmasam, mana u qaytmaydi orqaga. Mana u kattarib ketganda. Dumaloq ishib qolgan sharik bu. Endi uni ichkariga kirgizish uchun mana bu suyakni bu yoqqa tortishim kerak, mana bu suyakni bu yoqqa tortishim kerak. Shuni uddasidan chiqqanim uchun odamlar davolalayapti. Mashallah. Tushundingizmi? Bunga kimgadir 10 kun vaqt ketadi, kimgadir 20 kun vaqt ketadi. Ta og'riq qoldi, umuman shikoyatim yo'q degan kuningizgacha yotasiz. Sharoit o'ylayman ko'taradi bunga. Tushundingizmi? Inshaalloh. Kecha boyaga ko'rgan kishi 17 kun yotdi. Hojona 23 kun yotdi. 23 kunda hech qayerga og'rimaydi degandan keyin javob berdi. Neyse, o'zim tildan chiqdi. Menda hech qayerga og'rimayapti degandan keyin. Shu
Boshqa joyingiz yo'q, bezada yo'qmi? Bezovgatish yo'qmi? Yo'q, yo'q. Davleniya, yana Yo'q. boshqa Yo'q, yo'q. ish ketish, ish qotish. Yo'q, yo'q. Yaxshi, ichlarim ham yaxshi. Unda oson ekan ishimiz. Ha, yaxshi. Qo'shimcha kasalligingiz bo'lmasa ish oson. Kasalim yo'q. Oddiy dorilar maxsus o'ziga oddiy deb o'shaga yarasha dorilarni beramiz, ichasiz. Xudo xolasa, Rahmat. Alloh izn bersa yaxshi bo'lib qolasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Isrofilova Robiya 65-yil, Tojikiston Respublikasi, Panjikent shahri, So'jana qishloq. Endi yozishingiz bo'yicha sening oyog'idan tizzasi qattiq og'riydi. Nima deb yozibsiz? Mana tushunmadim oxirida. O'zimga bo'ysunmaydi. Ha, o'zimga bo'ysunmaydi deb yozdingizmi? Tizza namoz o'qiyotganingizda bir tomonga bukilmay yotardi dedingizda, to'g'rimi? Shuda nimada ushib o'tasizda. Aha. Yaxshi bo'ldi mana. Xudoga shukr. Kelgan paytingizda 13-oktyabr deb yozilgan. Bugun 10-chi. 21-oktyabr 25-yil. Mana bas 10 kun bo'ldi. Mana bugun. O'zgardimi? Yaxshi. Buklanyapti. Namozda o'qiyapsa bemalol. Ha, yaxshi bo'ldi. Ikki tomonga, bir tomonga buklayman deb yotibsiz. Buklanyaptimi? Ha, yaxshi. Xudoga shukr. Belda og'riq. Belga yo'q og'riq. Belda yo'q. Tak. Qog'ozingizni olib boringchi menga. L3, L4 protruziya 0,5 cm deb qo'yibdi. L4, L5 S1da grijayz bor ekan 0,6 cm va 0,7 cm. Bitta grijayz bor, bitta protruziyangiz bor. Tak. Mana bu yerda chiqib turibdi. Ko'ryapsan? Qop-qorasi chiqib. Tepada. Nima shikoyatingiz qoldi? Shikoyatim yo'q. Yaxshi. Rahmat sizga, ko'p yashang. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat, xo'ja. Haqiqatan og'riqlaringiz to'liq qoldimi? Endi bemalolmisiz? Ha, rahmat. Shunda chalachilik yo'qmi? Yo'q, rahmat, yashang. Shuncha joy bosib kelibsiz, afsuslanmayapsizmi? Yo'q, rahmat. To'g'ri kelibsizmi? Adashmamiz. Ha, mehnatimga rozimisiz? Alhamdulillah. Qilgan xarajatingizga rozimisiz? Rozimiz. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi yetib boring. Sizga ham shu narsa, ehtiyot bo'lasiz, og'ir ko'tarib qo'ymaysiz va tizzani harakatini qilaverasiz. Chunki tizzani qancha avaylasangiz, uni shu tizza ishlamasin desangiz, ishlamay qoladi. Turib, bukib, harakat qilish kerak. Harakat asosiy namozda. 5 vaqt namozingiz qanday qilmasdan indamay o'qiyversangiz, qoidasini keltirib avaylamasdan qilish kerak, chunki tizza bukilaverish kerak-da. O'shanda ishlayveradi bu. Tuz yig'ilib qolgani hisobiga bo'ladi bu narsa. Rahmat. Cho'zdimda o'sha tuz ochildi. Rahmat sizga, yashang. Salomat bo'ling. Mayli, sog'.